Eksperiment videoda o'tkazib yubormay turing, sizga foydali bo'lishi mumkin. Bu men uchun hook edi. Xullas, shu paytgacha 600 ta video olgan bo'lsam, hech qachon 10 millionta prosmotr bo'lmagan ekan. Har doim shu bir 7 million bo'lgani bor, 500 mingta like to'plagan eng ko'pi. Endi u yerda like bosing, prosmotr qiling demaganman hech kimga. Shunaqa umumiy mavzu topganman. Lekin 10 millionta odam ko'radigan umumiy mavzu topmagan ekanman. Lekin menda shunaqa podozreniya bor. O'zbek tilini tushunadigan odamlar 10 milliontadan ko'p deb o'ylayapman. Shuning uchun shu videoni qo'yaman, profilimga qadab qo'yaman. Geta bir 7 kunda 10 million ko'rsa kerak deb o'ylayapman. To'g'risi, bir 2 kunda ko'rib qo'ymanglar, shuncha odam bo'g'iyaptim Instagramda deb men o'zim achinib ketib qolaman. Bir 7 kunda ko'rsa, shu o'zim bilib olish uchun hech qanaqa pul ham bermayman, hech qanaqa narsa tarqatmayman. Telegram kanalimda ham hech balo yo'q. Bu narsaning orqasidan pul ham ishlamayman, reklama ham yo'q, hech qanaqa haligi prosmotrga ham pul to'lashmaydi. Shuning uchun shunaqa qilmoqchiman. Shuning uchun umumiy mavzu endi shu o'zbek tilini tushunganlar deb nomlaymiz. Bo'lmay qo'ygan taqdirda ham target yoqib bo'lsa ham isbotlayman xullas.